بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله العلي الغفار والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, her kandak şirketler ve her kandak bazarlarının bir yarmanka açıdığan, bekitilgen bir vakti bolgandek, bizge Allah Subhanahu wa Ta'ala muşu Ramazan ayının ahirki küllerini alahide kadirlaydıgan gün kılıp, Kur'an-ı Kerim'de alahide bekitip begen. Ramazan ayı ayla işidin en uluq. Külle işidin erpi günüsü yaki nehri günüsü en uluq. Şunu da keçile işidin kadir keçisi en mühterem ve şereflik uluq keçe. Lekin biz Allah Subhanahu wa Ta'alaga işen güçlerinin Allah Ta'ala bizge kadri kımmetli kıp çürüp begen kımmetlerini yukur biladigan hakiki iman ve hakiki halis niyetlik düşüncemizge bağlıq. Biz Allah Ta'ala kadirligen ibadetlerini, Allah Ta'ala kadirligen emellerini, Allah Ta'ala kadirligen yaxşı, güzel Allah'ını razı kıladigan mukaddesatlarını ve şairi İslam yani İslam belgelerini uluq bilsek o vaxtda biz hakiki kadir kımmetini uluq bilgen bolumuz. Şunun için bizning kalbimizde şundak bir körüş, şundak bir düşünce buluş gerek ki, şundak bir safa ve itiqat buluş gerek ki Allah Teala kadirlegenini kadirleydigan buluşumuz gerek bir tuqqallarımız. Biz dünya Müslümanları bulup mu Uygur Müslümanlarının bugünkü acizliğimiz ve bugünkü harlıqımız bizning Allah Teala kadirlegenini kadirlemegenligimizden kep çıqqan qeyrindaşlarımız. Bizning dinsizlarning fikriçe yoki Yahud Hristiyanlarning ta'siriçe fikir qilganligimizdan kep çıqqan. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Ular Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı hakiki kadirleşte kadirlemedi diyen. Şunun için Allah Teala'nı hakiki kadirle bolsak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge kadirlik bekitken itiqat, faraiz ve emelle ve vaktla ve makan ve zamanlarını ve kırıdığan iş ve bağırlık mesuliyetlerini kadirlisek, andın Allah Teala'nı hakiki kadirligen bulumuz, kıyırındaşlarımız. Şunun için bizge Allah Subhanahu wa Ta'ala muşu kadir keçisini kadirlik kılıp bekitip bergen. Ve Allah Teala bizge bunu bir soğat kılıp etken bir tuqqallarımız. Biz muşu kadir keçisini izleş için kimge iqtida qilamiz? Bo'lapmi bizning muhterem Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ergişimiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazanның ahirki ulluri kelgan vaqtida özünün belvag'ini chingtatdi. Yani ayollaridan yiroq turatdi. Hozirgi davrimizda bunun amaliy misali ayollari bala ayollaridan yiroq turishi. Ayolları yokla yoki erleri yokla her türlük filmlerden ve resim şekil suretlerden hatta ki ruhsat kılıngan bazı filmlerden mi yiroq turup Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge bekitip bergen ibadet ve emellerini, mesela Allah Ta'ala'nı esleşni, namaz ve kıyamda duruşni, Allah Teala'nın dinini güllendirdiğin
güzel davet nasihatlarni bo'libmi Allohning so'zi Qur'on va payg'ambar alayhisolamning ishonchlik so'zi bo'lgan hadislardan nasihat va da'vatlarni qilishni va shundaqla Alloh subhanahu va taologa duo qilib Alloh subhanahu va taoloning yordami, nusratini talab qilishni izlaydigan shundoq muhim bo'lgan kunlar bu. Bir tuqqanlarimiz şuna Peygamber aleyhissalatu vesselam muşu Ramazanның ahirki kunlarida özünün ayolidan ayrılgan, özünün belvigini çiң biktiretken ki ana aşundaq Allah Taalaga halis bo'ladigan har qandaq yaxshi ishdan yüz o'rtilgan, ruxsat qilingan ishlardanmi yiroq turgan. Qarindoshlarimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu ay kunlarda bizga shundaq ulgu ko'rsatgan. Ikkinchi qilib o'zining uy ishidagi qiyomda turib namoz o'qilaydigan barliq balavoqlarini uyg'otgan. Uchinchisi Peygamber aleyhissalatu vesselam namoz o'qigan, Allah subhanahu va taologa zikr tasbih qilgan Qur'oni Karimni qattiq talavat qilishga ahamiyat bergan. Bo'libmi Peygamber aleyhissalatu vesselam Qur'oni Karimni o'zining Allah subhanahu wa taala aldığa vafat bo'lib ketadigan vidolashish yilida Jibril aleyhissalatu vesselamga Qur'oni Karimni 2 qatim o'qib bergan qarindoshlarimiz. Ham Peygamber aleyhissalatu vesselam mush Ramazan oy oxirlarida ibodatga bakshing turgan, ham qattiq shamoldak saxiy bo'lib ketgan. Allah taala Qur'oni Karimda deydi-ki: "A'uzu billah va mimma razaqnahum yunfiqun." Biz ularga bergan rizqdan chiqim qiladi degan. Bu yerda Allah 2 nuqtani o'ttirib qo'ydi. Birinchi rizqning egisi Allah. Biz bergan dedi. Har qandaq odamning dunyoda hatto o'zimi o'ziga tabi emas. Chunki u o'zimi Allah bergan oriyat. Uning qo'ldagi barliq ig'doshliqmi uningga Allah taolo bergan oriyat. Shunga bizdagi mayli ruhi bo'lgan boylik bo'lsin, ya'ni din va islom va ilm bo'lsin, mayli iqtisodiy bo'lgan boylik bo'lsin, buning haqqini vaqtida ado qilishimiz, haqni so'zlashimiz, Alloh bergan rizqning zakotlarini, sadaqalarini joyida ado qilishimiz kerak. Eng muhimi mush Ramazonning oxirgi kunlari qolgan mush paytda o'tib ketgan yillarda qilinmay qolgan iqtisodiy yordamlarimiz va har turli sadaqalarimiz va har turli yardimimizga farz bo'lgan zakotlarimizni hoşumuzni yig'ib Allah rizoligi uchun ado qilib o'tishimiz kerak. Va har qanday ustozlarimiz o'tib ketgan yildagi Allah taolo uchun ado qilmoqchi bo'lgan diniy majburiyatlarimizni va ilmiy majburiyatlarimizni ziyolilarimiz o'zimizning ustidagi har turli ummatga ruhiy va moddiy va amaliy jihatda va ilm tushun jihatda yetakchilik qiladigan barliq gardimizda qolgan qarzlarimizni ado qilishga qalbimizda niyatimizni mustahkamlashimiz va amaliy faoliyatga o'tishimiz lozim. Allah subhanahu va taolo kunlar orasidan nahr kunisi yoki arif kunisini qadrli ulug' kun qilib yaratib berganidek, tushirib berganidek, shundaqla oylar orasidan Ramazon oyini eng ulug' qilib bekitib berganidek, kechalar orasidan qadr kechishni ulug' qilib bekitib bergan. Şuna Allah Kur'an deydi ki: "Ve rabbuke yahluqu ma yasha'u ve yahtar." Senin Parvardigarın xalığan narsalarni yaratadi ve xalığan iş ve amellerini tanlaydi degan. Demek bu qadr kechisi Allah subhanahu va taoloning biz musulmonlar qilgan eng cho'ng sovg'ati. Her qandaq bir Allah taologa xolis bo'laman deydigan musulmon qarindoshimiz Allah taolo bizga tanlab bergan mush qadr kechisidan iborat bo'lgan sovg'atni qadrlashimiz kerak. Shuning uchun Allah taolo Qur'oni Karimda deydi ki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Haqiqatan biz Qur'oni Karimni qadr kechishda tushirdik. Birinchisi Qur'oni Karimni Allah qadr kechishda bir ulgucha Lavhul Mahfuzdan zamin osmoniga tushirgan. Uningdan keyin Muhammad aleyhissalatu vesselamga musulmonlarning sharoitlari, musulmonlarning har turli qilgan mas'uliyatlariga qarata tadrijiy tushirgan. Demak, Qur'oni Karim bizning hayotimizga tatbiqlangan, amaliy bo'lgan bir hayotga aylangan. Demak, mush ish qadr ketishda zaminga
tushirilishi boshlangan. Ikkinchisi Alloh taolo deydi ekanki, qadr kechish degan qandoq kechish ekanligini sen qandoq bilasan ey Muhammad? Qadr ketsa ming oydan yaxshi degan. Banu İsrail qavmidan bo'lgan bir musulmon insonning ming oy ibodat qilganligi so'zlangan. Ming oy Alloh taolo uchun jihad qilgan, qiyamda turgan va ibodat qilgan va shuning uchun o'zining ato'anligi so'zlangandan keyin sahobalar buningga ajablanib ketgan. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni tushirgan. Shu bir odamning ming oy ibodat qilganiga o'xshash mush kechida bir kecha Alloh taolo uchun qadr kechida ibodat qilib, Alloh taolo xolis qulchilik qilsa, shu ming oy ibodat qilinganga teng bo'lganligini bayon qilgan. Qarindoshlarimiz, ming oy degan qancha yil? 83 yil. Qancha kun? 30 ming kun qarindoshlarimiz. Mushu 30 ming kun ibodat qilishimiz bizga fursat berildigan bir umrda yashayotamiz. Bir jiddiychilik dunyoni qoplab ketgan mush vaqtda biz haqancha 100 yil umr bilsakmi, 100 yildan 80 yil Xudo uchun xolis turadigan vaqtimiz bo'lishini atayin. Bizning uxlaydigan vaqtimiz agar 80 yil umr berilib qolsaqmi, uxlaydigan vaqtimiz 25 yil, yeydigan vaqtimiz va har turli o'zimizning hojatlarini ado qiladigan vaqtimiz 20 necha yil. Shunday qilib bizning Alloh taolaga xolis cho'qinadigan va xolis ibodat qiladigan vaqtimiz balkim 15 yilga yetmaydigan bir kunda yashayotimiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz mushu qadr kechirini alohida ulug' bilishimiz bizning mas'uliyatimiz. Üçüncü qilib bu qadr kechishda eng yaxshi bo'ladigan ishlardan birisi farishtalar va Cibril aleyhissalatu vesselam bu kişide her kandak Allah Teala'nın buyruqları, her kandak Allah Subhanahu ve Teala'nın takdirlerini zimminge epçüdü. Perverdigarının buyruq bilen epçüdü. Demek muş kişide Allah Teala'ya halis bulup, ibadet kılıp Allah Subhanahu ve Teala'dan yaxşılık tileydigan kişi. Selamun hiye hatta matla'il fecr diyen bu ayet bizni o'ziga ajoyib tartdi qarindoshlarimiz. Alloh taolo bizga shundoq ulug' bo'lgan bir sovg'usini sovg'a qildi. Nima deydi? Bu kecha tong yo'rib bo'g'uchilik Alloh taolaning farishtalari sizlarga Alloh taoladan salomat tilaydigan, tinchlik, xotirjamlik tilaydigan bir kishi deydi qarindoshlarimiz. İmanımızın salamet buluşu, dinimizin salamet buluşu, ahiretlikimizin dözəxi kirib qilishdan salamet buluşu, Allah Subhanahu ve Taala'nın bu dünyada zalim kafir dinsizlerinin ve her türlük Avrupa yoki her türlük kafirlerinin bizge tecavüz qilishdan salamet qoladigan İslam dinimiz ve imani taraflarimizni Kur'an hadisinin barliq taklifatlarini joyida ado qilib bo'ladigan bir tinchlik bo'lishini Alloh taoladan bizga tilaydigan bir kecha degan ma'noni bizga ifodalab berdi. Qarindoshlarimiz, biz dünya musulmonlari, bo'libmi Uyg'ur musulmonlar alohida Allah Subhanahu ve Teala'ga esilib mushu farishtalar bizga duo qiladigan kishida Allah Subhanahu ve Teala'dan haqiqiy yordam va rahmat va g'alabalarni tilashimiz lozim. Bizning Turkistondagi musulmonlarimizning turmularda yetayotgan qarindoshlarimizning holini deb hattoki inson dunyo miqyosida hech qanday ta'sirlab berib bo'lmaydigan azob, qiyinchiliklar bo'ladi. Bizning yurtlarimiz üstü oçuk turumgıla o'xshash Allah Teala'nın buyruqları ve Allah Subhanahu ve Teala'nın aldı qiladigan mas'uliyat ibaratlarini hech qanday amri turda qilolmay shundoq jafo mushaqqatda chekyotdi. Lekin şu yurtimizdagi musulmon qarindoshlarimiz kuchining yetgunicha zikr tasbihlarni aytib, Qur'on tilovatlarini qilib, Allah Subhanahu ve Teala'nın va'zi nasihatlarini qilib, o'zining
küfrü, dinsiz zalimlarga qarşı bo'lgan ovozlarini kuch yetkincha chiqarib, nurg'un bostirishlarga uchrayotdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun chet eldagi diniy olimlarimiz bo'lsin yoki har qandaq hijrat qilib chiqqan musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin yoki har qandaq ziyolilarimiz bo'lsin, har birsimiz Alloh subhanahu va taolo bizga bergan iqtidorlarni ishga solib, avvalan mushu qadr kechilari va mushu Ramazon oylarining oxirlari va har bir vaqtlarimizda Alloh subhanahu va taologa alohida yerinib, Alloh subhanahu va taoloning yordamini tilaydigan vaqtlar bizga keldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu qadr kechini har bir musulmon qarindoshlarimizning qadrlab, bizning kelgusi yilimizda bizning dünya musulmonlarining ikkinchi qilib bo'libmi Uyg'ur musulmonlarimizning hozirgi xorlik, ojizlik, kofirlarning har turli xabliqlari asib turayotgan mushuk qiyinchiligimizning yaxshi bo'lgan patiga, g'albiga, nusrat yo'liga, haqiqiy erkinlik va baxtga islom nurining Qur'on, hadis hidoyatining bizning yurtimiz Turkistonlardami yurishiga, bizning Uyg'ur musulmonlarimizning oshkora Alloh rozi bo'ladigan yaxshi amallar va ibodatlarni va balavoqlarimizning erkin islom maktablarida dini va o'zining dunyo oxiratlik fanni bilimlarini joyidiginib islomiy bo'lgan hayotga amal qiladigan yaxshi bir dunyoning bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan talab qilaylik qarindoshlarimiz. Hammamizni Alloh taolo jannatni bir qilsin va bu dunyoda har qanday Alloh rozi bo'ladigan yaxshi amallarni bir qilsin va bizning shu mustabid zulm ostida qolib qolgan Turkiston zaminimizda har birsimizni islom nuri va hidoyati va erkinligi bilan bir qilsin. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey ulug' muhtaram, azamatli, qudratli, jabbar bo'lgan ulug' Alloh. Dinsiz kommunistlarni va ularga o'z rozilik bilan ergishib Uyg'ur musulmonlarni qirg'in qilayotgan shu kofirlarni halok qilib, bizga haqiqiy dunyo va oxiratlik erkinlik va baxt va islomiy hayot ato qilishini so'raymiz. Ey mehribon ulug' Alloh, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq bo'zaq qilinayotgan Falastin, Iroq, Suriya va Kashmirdagi har turli dunyoning har qaysi joylaridagi barliq musulmonlarga dunyo va oxirat fathi, yaxshilik, g'alaba va Qur'on, hadis hidoyati ishidagi to'g'ri bo'lgan baxt va to'g'ri bo'lgan yo'l tilaymiz. Ey ulug' Alloh, gunohlarimizni mag'firat qilishini so'raymiz. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Salli ala Muhammadin va sahbihi ajma'in.